Assalomu alaykum yana bir bor barchaga. Bugun sizlar bilan ajoyib bo'lgan misollar bilan keyin ishlashni davom etamiz. Bugun sizlarga endi o'tgan safargi darsimizda ikkinchi funksiyadan hosilalar, ya'ni darajali funksiyalardan hosila olishni o'rgatdim. Bugun Xudo xohlasa endi o'shani bir o'zgaruvchi holatda hosila olish jarayonlarini sizlarga ketma-ket o'rgatib boraman. Birinchi navbatda o'zi hosilalarimiz aslida bu limit orqali kiritiladi. Umumiy ta'rifi. Hosila nima desa, mana bu hosilalarimiz y shtrix orqali belgilanadi. Limit mana bu delta x ni 0 ga keltirib x plus delta x minus yx taqsim delta x. Mana shu ifodaga o'zi bizda hosila deyiladi. Tushunarlimi? Limit orqali kiritiladi hosila tushunchasi. Va hosila mana shu hosilaning tarifi desa mana shuni qo'yib ketamiz. Funksiya orttirmasini argument orttirmasiga nisbati bilan orqali topiladi va o'sha argument orttirmasini delta x ni o'rgantirish orqali biz hosilani topgan bo'lamiz. Endi keling bugun sizlarga osonidan qiyiniga qarab bir ikkita misollarni ishlanishini ko'rsataman hosilalar. Ajoyib misollar ko'ramiz. Demak, darsimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda y'imiz chiziqli funksiya bo'lsin. X plus qanaqadir 8 mi? Ixtiyoriy. Endi buning hosilasini topadigan bo'lsak, y shtrix. Qarang, ko'p xatdan hosila olsak, ya'ni ko'p xatimiz qanaqadir bir noma'lum sondan iborat bo'ladi. Mana bu chiziqli funksiyamiz qarasangiz darajasi 1. Biz hozir y'imizni x bo'yicha hosil olamiz. Mana bu y aslida mana bu holatda yoziladi. Tushunarlimi? Ya'ni bu funksiyamiz x ga bog'liq degan narsani anglatadi. Mana bu qavs ichida x qo'yilishi kerak. Va qisqartirib ko'p holatlarda biz y deb ketib qolganmiz. yoki bo'lmasa fx holatida turadi. Fx deb beradi. O'sha fx biz y deb belgilagan. Bu y'imiz ham o'sha x o'zgaruvchiga bog'liq. Birinchi holatini ko'radigan bo'lsak, birinchi holat qilib qo'ysam, bu berilishi chiziqli holatda beriladi. Bundan hosilani qanaqa olamiz desa, biz x o'zgaruvchi bo'yicha hosil olyapmiz, to'g'rimi? Undan oldingi darslarda xususiy hosila degandim. Ya'ni qaysi biri bo'yicha olsak, o'sha bo'yicha o'zgaruvchi bo'yicha olamiz, boshqalari kamsin. Demak, bu yerda o'zi bir o'zgaruvchi bo'lgani uchun faqat biz x bo'yicha hosil olamiz. X bo'yicha hosil olyapmizmi? Qarang, x ni ko'p xat ko'rinishda mana shu holatda berilsa, ya'ni darajali qo'yishlarga berilsa, 5-chi, 6-chi, 7-chi darajalarga kelsa nima qilamiz? Darajani bitta oldinga tushirib, darajani bitta kamaytirib qo'yamiz, o'sha hosilasi. Ozod sondan, ya'ni ozod sondan hosila oladigan bo'lsak, u nima bo'ladi? 0 ga teng. Qarang, mana bu x ni, mana bu yerda mana bu x ning 0-chisi qilib qo'ysam, ozod sonni oldiga ko'paytirsam, mana ixtiyoriy sonning 0-chi darajasi 1 ga teng. Tushunarlimi? O'sha baribir mana bu x ning 0-chisi bu 1 ga teng. Mana x ning 0-chisi 1 ga teng. Endi hosilani qanday olamiz dedik? Mana x ni birinchisi turibdi. Mana bu yerda birinchi daraja turibdi. X ni o'zi turibdi-mi? Demak, u birinchi daraja degan. Tushundingizmi? Birdan yuqori darajalar yoziladi, x darajasi yoziladi. Bo'lmasa mana bu 3 yozilishi mumkin, 4 yozilishi mumkin, yoziladi. Hozir yozilmadi, mana shu x o'zi turibmi? Demak, uning darajasi 1 bor deymiz. Mana bu ozod xat keldimi? X ning 0-chi darajasi o'sha yerda bor deymiz. Endi hosilani qanday olamiz? Daraja oldinga tushadi, 1 va daraja bittaga kamayadi. 1 minus 1 plus, endi qarang, mana bundan hosila olsak, 8 ko'paygan 0 ko'paygan 0 minus 1. Tushunarlimi? Nima uchun hozir aytaman, ozod xatdan, ya'ni konstanta sondan hosil x o'zgaruvchi bo'yicha hosil bo'lsa, bunga tengligini olib ko'ramiz. Endi qarang, mana bu degani 1 ko'paygan x ning 0-chisi plus, qarang, mana bu yerda 0 bor. Ixtiyoriy sonni 0 ga ko'paytirsak 0. Demak, bu x ning, ya'ni ixtiyoriy sonning 0-chi darajasi 1 ga teng. Demak, mana bu chiziqli funksiyamizning hosilasi 1 ga teng. Qarang, bundan xulosa qilib aytilsa, konstanta sondan x o'zgarishi bo'yicha hosilasi bu 0 ga teng ekan, mana 0. Nima uchun 0 degan mana bu yerda ko'rsatdim. Tushunarlimi? Biz hosil olyapmizmi? Qanaqadir
darajali mana bunaqa x ning darajasi bo'yicha, x bo'yicha o'zgaruvchi bo'yicha x ning 4-sida, 5-sida, 6-sida, 7-sida bitta daraja oldinga tushadi va darajani bittaga kamaytirib qo'yamiz. Mana birinchisi uchun shuni qo'lladim, birda tushirdim va darajani bittaga kamaytirdim. Va ikkinchisi ham xuddi shunaqa, darajasi 0 tushirdim va bittaga kamaytirdim. Endi qarang, mana bu 0 qatnashib qoldi, 0 da ixtiyoriy songa ko'paytirsak, o'shaning uchun ham ozod haddan hosil olganimizda bu 0 berib ketadi. Qisqacha hosillarni maydaroq, sinchikroq tushuntirishga harakat qilib ko'rdim. Endi biz chiziqlarni ko'rsatdik. Endi ikkinchi holatda ajoyib misollar bor. Ko'pchilik mana bunaqa funksiyalardan hosil olayotganda ancha qiynalib qoladi. Murakkab funksiya deb qarasak ham bo'ladi. Mana bu x ni x-inchisidan hosil olsak, mana shu funksiyadan hosilni ko'raylik. Hozir men sizlarga mana shu funksiyadan darajali daraja bo'lib ketaversa, o'sha qanaqa qilib olish kerakligi, qaysi usul osonroq chiqishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qaraymiz, mana bu funksiyamiz mana shu ko'rinishda ekan. Men o'sha o'tgan safargi darslarimda, ya'ni ikkita usul orqali ishlashni o'rgatdim. Murakkab funksiyadan hosillar yoki bo'lmasam elinglash orqali. Bu naqa funksiyalarda ko'p holatlarda elinglaganimiz, ya'ni ikkinchi usulimiz qo'lroq tushadi. Tushunarlimi? Qanaqa qilamiz desa, bu ikki tomonini ham elinglab olamiz. Elin degani bu logaritmdagi asosga ko'ra, logaritmdagi asosga ko'ra y degan yoki o'sha o'zgaruvchi degan. Mana ln mana shu harf bilan belgilanadi. Ya'ni logaritm ko'rinishi shu holatda. Bu y. Ikkinchi tomoni esa ln x darajasi x. Mana bu x darajasi ln ning asosi, ya'ni mana bu argumentda x ning darajasi ln ning oldiga chiqadi. Xo'p, bunaqa qiladigan bo'lsak, ln y imiz teng bo'ladi x ln x. Tushunarlimi? Endi bundan hosila olamiz. Hosilani nima qilamiz? Qarang, bizda ko'p xat holatida ko'rilmagan, ya'ni ko'p xat holatida emas, boshqacha funksiyalarimiz bor. Misol uchun trigonometrik funksiyalar bor, logaritm funksiyalarimiz bor. O'shalardan ham hosilamiz o'zi bor, qanday olingan hosilar. Misol uchun sinus x dan hosil olsak, u cosinus x ga teng. Buni qanday sinus x dan hosil olsak, cosinus x ga bo'lib qolishini tushuntiradigan bo'lsak, u sal murakkabroq bo'lib tuyulishi mumkin, lekin qarang, har bir funksiyani qatorga yozsak bo'ladi. Ya'ni qator degani mana bunaqa chiziqli ko'p xat, ya'ni ko'p xat shaklida yozsak bo'ladi. Xuddi mana bu x ning darajalari orqali ifodalansa bo'ladi o'sha funksiya. Xuddi shunday biz qatorga yozganimizdan keyin undan hosil olsak, o'sha hosilamizda sinus x ni qatorga yoyib undan hosil olsak, cosinus x ni qatorga yoygandagi qator hosil bo'lib qoladi. O'shaning uchun ham sinus x dan hosila cosinus x deyiladi. Boshqa funksiyalardan xuddi shunaqa qatorga yoysak, o'shalar bir-biridan hosil olganda ikkinchisi hosil bo'ladi. O'shaning uchun ham sinus x dan hosila cosinus x, cosinus x dan hosila minus sinus x deb yuritiladi. Tushunarlimi? O'shanda ishorasiga farq qilib qolishi mumkin. Keyingi, xudo xohlasa, keyingi darslarimizda qatorlar o'tgan paytida o'shani tushuntirib ketishga harakat qilamiz. Tushunarlimi? Hozircha biz mana shuni shunchaki qabul qilib turaylik. Uni keyingi darslarimizda xudo xohlasa o'rgatib ketamiz. Demak, mana bundan hosil olamiz. Biz bilamiz, ln funksiyadan hosil olsak, xo'sh, mana bunaqa qilib qo'yaman. Ikki tomonini dastlab yozib oldim. Shtrix belgisi bizga hosilani beradi. Buning hosilasi y shtrix taqsim y. Tushunarlimi? Bu teng bo'ladi bundan hosil. Ya'ni biz bilamiz, ko'paytmadan hosil. Birinchisidan hosil ikkinchisining o'zi, ikkinchisidan hosil birinchisining o'zi. Demak, birinchisi x turibdi, x dan hosil oldik, bu 1 ga teng. Mana ko'riladi, bo'yni 1 kelib chiqdi. Demak, 1 ni ixtiyoriy songa, ya'ni ln x ga ko'paytirsak, ln x o'zi, ln x plus ln x dan hosilamiz. Qarang, x dan hosila taqsim x bo'ladi, mana. Y shtrix taqsim y bo'lyapti. Endi o'sha o'rnida x shtrix taqsim x bo'ladi. Ya'ni x dan x bo'yicha hosil olsak, u 1 ga teng. Tushunarlimi? O'shaning uchun 1 ga yozib ketaman birdan. Mana 1 taqsim x. Hop, mana bizga hozir y shtrix kerak. Y shtriqni topib qo'yaman. Y shtrixim y ko'paygan ln x plus mana bu yerda x ham qolib ketdi. Biz hozir ln x dan hosil oldik 1 taqsim x ga va mana bu oldida ko'paygan x ham ko'paygan x. To'g'rimi? Mana bundan x mahrajdan suratdan bor, bir-biriga bo'lganimizda 1 deb berib ketadi, 1 deb qo'yib ketadi. Y shtriximiz y orqali mana bu funksiyalar orqali ifodalanadi.
Endi bizda dastlabki holatda y-imiz nimaga teng edi? Y-imiz mana bu ifodaga teng. Tushunarlimi? O'shani o'rniga qo'yib qo'yaylik. X darajasi x ko'paygan x plus 1 ifoda kelib chiqar ekan. Mana bizda hosilasini so'rovdi. Mana shu tartibda bo'ladi hosilamiz. Ko'rdilarsizmi? Mana shu tartibda ekan hosila. Mana bu funksiyamiz x darajasi x dan hosil olgan edik. Uning hosilasi mana bunga teng ekan. X darajasi x ko'paygan qarshilik x plus 1 ga teng bo'lar ekan. Mana shu tartibda olib ketaveramiz. Mana shu usuldan foydalansak osonroq bo'ladi. Endi 3-holatda. 3-holatda mana shu funksiyamizni qarang. Mana shu funksiyamizni yanada murakkablashtirib ko'rsataman. X darajasi x ning x-inchisi. Qarang, mana shu x ning darajasida x o'sha darajasidagi x ning x-inchisi bo'lsa, undan qanaqa qilib hosila olaman? O'shani birgalikda ko'rib chiqamiz sizlarga. Tushunarlimi? Men hozir bularni yozganligim sababi bir-biriga juda kerakli-da. Tushunarlimi? Misol uchun x dan hosilarini olganimizda nima uchun birga tengliklarni qisqacha boshidan tushuntirib kelishga harakat qilib kelyapman. Va tushuntirib keldim. Endi hozir mana bu yerda ham o'sha hozirgi usulimizni qo'llaymiz. Tushunarlimi? Faqat u usulda bir marta emas, ikki marta qo'llashga to'g'ri keladi. Xo'p, ikki tomondan elimlayman. Qarang. Ln y teng ln x ni x-inchisini x-inch. Tushunarlimi? Endi qaraymiz. Bizda mana bu x ni mana bu darajasi deb qo'yamiz. Oldinga tushirsak bo'ladi. Buni nima deb yozamiz? Ln y teng x darajasi x ln x. Tushunarlimi? Endi bundan hosil olamiz. Endi qarasalaringiz, bizda x darajasi x qatnashib qoldi. Biz bundan hosillarni oldik, to'g'rimi? O'shani biz hosilasini nima qilib chiqardik? Mana qarasalaringiz. Mana buning hosilasi. Mana bundan hosil olindik, buning hosilasi mana bunga teng kelib chiqdi. Tushunarlimi? O'shaning uchun bu bizga kerak bo'ladi. Endi bundan hosil oladigan bo'lsam, y shtrix bundan hosila belgisini qo'yib qo'yay, mana bu funksiyaga va bu tomonga ham hosila belgisini qo'yib qo'yaman. Qarang, y shtrix taqsim y. Bundan hosil olsam qarang, x taqsim x, ya'ni ko'paytmay hosilasi bo'lyapti-da. Dan hosila deymiz. Ko'paygan ln x deymiz plus x darajasi x. Ln x dan hosilamiz nimaga teng? Bu 1 taqsim x ga teng. Tushunarlimi? O'shani qo'yib qo'yamiz. Ko'paytmay hosilasi. Ikkita funksiyaga esa birinchisidan hosila ikkinchisini o'zini ko'paytiramiz. Ikkinchisidan hosila birinchisini o'zini ko'paytirib qo'yamiz. Ikkinchisidan hosila ln x'imizdan x bo'yicha hosilamiz 1 taqsim x ga teng. O'shani yozib oldik. Endi qaraymiz, diqqat bilan qarasak, bizda mana bu funksiyaning hosilasini x darajasi x dan hosilani ko'rdik mana bu tomonda. Qanaqa qilib olish? Tushunarlimi? Endi o'shani hosilasi bizga nimaga teng? Hosilasi mana bunga teng. O'shani hosilasini o'rniga mana bu ifodani yozib ketaman. Mana bu x shtir x taqsim x. Uzr. X darajasi x dan hosilamiz bizga teng bo'lyapti. X darajasi x ko'paygan ln x plus 1. Mana shunga teng ekan. Demak, o'rniga qo'yib ketamiz. Bu yerdan y shtrixni topadigan bo'lsak, y ko'paygan qaus ichida x darajasi x ning hosilasi ln x plus, qarang, mana bu asosiy x. Bittasi markazda, bittasi suratda. Bo'linma bo'lsa darajada aylanadi. Endi buni nima deb yozamiz? X darajasi x minus 1 deb yozamiz. Tushunarlimi? Chunki mana bu darajasidan 1 bor. Mana bu mahrajda bo'lgani uchun darajadan 1 aylanadi. O'shaning uchun darajadan 1 aylanib qo'ydik. Endi bizda y-imiz nimaga teng? Mana bu y-imiz. Bizda y-imizda x ga bog'liq holati bor. Mana bunga teng. O'shani qo'yib qo'yaman. Y shtrix x darajasi x qavsida. Mana bu ifodamizni men bundan oldingi hosilamizni chiqarib keldim. Buning hosilasi bizda mana bu ifodaga teng ekan, o'shani o'rniga qo'yib qo'yaman. X darajasi x ln x plus 1 ko'paygan ln x plus mana bu uning o'zi x darajasi x minus 1. Tushunarlimi? Mana bizning olingan hosilamiz. Qarang, qanchalik murakkablashdi va bundagi qiymatlar hosilamiz ham qanchalik murakkablashib boryapti. Mana shunaqa murakkab hosilalarni iloji boricha soddaroq yo'lda olsak o'zimizga qulay. Tushunarlimi? Mana shu tartibda olamiz. Endi qarang, mana endi
bir ikkita qadamni ko'rsatdim. Xudo xohlasa buni endi misol uchun boshqa qadamlarni o'zlaringiz bemalol ishlay olasiz. Buni qanday qilamiz desa, mana shu usuldan foydalanaveramiz. Bizga uchun nima qilamiz buning uchun desa, bizga misol uchun qarang x darajasida 4 ta x bo'lsin. X ning x'inchisi, x ning x'inchisi ketaversa, dastlab mana 4 tadan oldin nima qilamiz? Mana bu holatga kelar ekan. Keyin mana buni 4 ta bo'lsa 3 taga tushib qoladi. 3 talikni birinchi hisob, 3 talikni hisoblab olishimiz kerak. Mana 3 talikni ham topib qo'ydik. 3 talikni hosilasi mana bunga teng ekan. Tushunarlimi? U ketma-ket bir-biriga bog'lab topib boraveramiz. Va mana shu elinlash orqali biz funksiyani hosila olishga o'zimizga moslab va soddoroq holatga keltirib olsak bo'lar ekan. Va mana shu tartibda ishlar ekanmiz. Ertaga bizda mana bu 4-daraja bo'lsa ham xuddi shunaqa bir marta elinma qo'llab, keyin mana bu yerda o'sha 4-daraja bo'lganda x ning x'inchisining hosilasi kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Uni yana bitta belgilashga olasiz. Xuddi shunaqa misol uchun o'shani y demaysizda, misol uchun zx deymiz. Zx ga o'zgaruvchi bo'ladi. Xuddi shu o'sha funksiyaning mana bunaqa hosilasini topsak, mana 3 o'zgaruvchining hosilasi mana bunga teng ekan. Mana bizda 3 x ning x'inchisining hosilasi mana bunga ekan. Tushunarlimi? Shu etapda darajali mana bunaqa murakkab bo'lingan funksiyalar hosilasini olib qo'ysak bo'ladi. Va bunda biz har doim asosiy x darajasidan birda ayirib qo'yamiz deb ayta olmaymiz. Chunki bu murakkab funksiya ko'rinishida kelyapti. Tushunasizmi? Darajada yana qanaqadir o'zi x ga bog'liq funksiya qatnashyapti. Ya'ni x da o'zi qatnashib bo'ladi. Shunaqa murakkab funksiyalarda o'zimizga oldin soddaroq holatga keltirib olishimiz kerak. Va o'shanda biz to'g'ri hosila olgan bo'lamiz. Mana hosilamiz, murakkab hosilalarni qanday olishni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.